Men Imom Buxoriyning yurtidanman. Imom Buxoriyning hurmatiga bo'pti 50 riyol ber dedi. Keyin sotuvchi aytdiki, Imom Buxoriyning hurmatiga men senga 70 riyolga beraman. To'g'ri tushuning. Bundan kami menga zarar bo'lmasa olmaysiz dedi. Zarar emas, aldama bizda. Sen ko'p foyda qilyapsan dedi. Shunday qo'ldan tortib oldi-da, men Imom Buxoriyning yurtidanman. Buxoriyning hurmati yo'qmi? Bir narsa dedi. Shunday tortib oldi, qaytarib qo'yib, chiq hammang bu yerdan dedi. Sen Imom Buxoriyning tilingga olma qaytib dedi. Sen Imom Buxoriyning yurtidan bo'lsang, men payg'ambar alayhisalomning yurtidanman. Nima deysan dedi. Nega savdogarlashtiryapsan? Seni yurtingda ehtimol pul uchun iymonini sotib yolg'on gapirar dedi. Menga shunaqa og'ir botib ketgan. Qattiq gap bu. Lekin men pul uchun hech qachon yolg'on gapirmayman dedi. Hech qachon. Olmasang olma. Chiq xonamdan, do'konimdan hammang dedi. Yalla hajji deb shuna jahli chiqib. Xafa bo'lib haydab yuborib do'konni yopib qo'ydi.